Hurmatli obunachilarimiz, temir mushaklar keldi. Ya'ni temir muskullar keldi. Maxsus texnikalarni, kranlarni, samosvallarni va boshqa bir qurilma, press uskunalarini harakatga keltiruvchi silindrlar, gidrotsilindrlar yetib keldi. Keng assortimentda. Qarang, bu detallar bilmaganlar uchun katta bosim ostida og'ir yukni ko'tarib beradi yoki harakatga keltiradi. Mana qarang, yaqin 40 diametrdan 110 gacha sotuvda bor. Eng asosiy harakatlantiruvchi detal mana shu bo'ladi. Bu ichki butlovchisi shitok. Korpus bilan ham bor, shitok holatida salnik naborlargacha sotuvda bor. Mana o'rtoqlar, texnikangizni mushaklari charchab qolgan bo'lsa, almashtirish payti kelgan bo'lsa, mana pachka masla ko'ryapsiz, upakovkada tayyor muskullar hisobda. Telefon qiling, kelishilgan holatda qisqa muddat ichida O'zbekiston va qo'shni davlatlarga mana shu upakovka holatda yetkazib beramiz. Xohlasangiz aytganimdek, butlovchilargacha bor. Omma buni almashtirishda ehtiyot bo'lasiz. Ko'p videolarni joylaganman. Juda ham katta bar davlena bor. Ehtiyot bo'lib almashtirasiz, juda ham xavfli. Mutaxassisga topshirganingiz ma'qul buni remont ishlarini. Do'stlar, mana sezonga biz tayyormiz. Siz texnikangiz tayyormi? Videoga like bosib qo'ying. Shitok va silindrlarga ehtiyoji bo'lgan tanishlarga ulashib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting.